qachon antibiotik berish kerak, qanday dozada berish kerak, umuman olganda antibiotiklarda ta'sir mexanizmi o'zi qanday ishlaydi kabi savollarga atigi bitta kitobda javob olishingiz mumkin. iMedicine platformasi o'zining navbatdagi antibiotiklar farmakoterapiyasi nomli kitobini taqdim etadi. Bu kitobda siz bakteriya tuzilishidan boshlab har bitta antibiotik guruhlari bilan tanishib chiqasiz. Har bitta antibiotiklarda ta'sir mexanizmi, ishlatilishi, farmakokinetikasi, farmakodinamikasi, nojo'ya ta'sirlari, xullas antibiotik haqida hamma ma'lumot berilgan. Bu kitobni tugatganingizdan keyin antibiotiklarga oid bo'lgan eng zamonaviy bilimlarni o'rganish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Kitobimizning orqa sahifasida ijtimoiy tarmoqlarimizga oid bo'lgan sahifalarni ham link qilib qoldirganmiz. Kitobni xarid qilish uchun pastdagi havola ustiga bosing yoki izohlarda antibiotik so'zini yozib qoldiring.